Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Alloh taolo hammanglarningki qadimiga ajr va savob yozsin. Bugun to'y qilayotgan 2 yoshning oilasini baxtga va iymonga to'ldirsin. Nikoh Alloh taolaning oyati. Alloh taolo Qur'on Karimda deydiki: "Ve min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ve ja'ala baynakum mawaddatan ve rahmah." Alloh taolaning oyatlaridan biri shuki, sizlarning ko'nglinglarni arom topqizishinglar va to'xtatishinglar uchun o'z tipinglardan jurlarni yaratganligi ve aranglarda mehr muhabbet ve kuyumchanlikni qilganligidir deydi. Aileni tutib turadigan narsa mehr muhabbet bilan kuyumchanlik. Her qanday aileni mehr muhabbet bilan turadi degil bo'lmaydi. Mehr muhabbet bo'lmagan yerda kuyumchanlik bo'ldi. Şunu ayette mehr muhabbetni kuyumchanlikning oldiga keltirdi. Bunun da insanlar yaş vaqtlarda mehr muhabbetning kuchi bilan yaxshi o'tidi. İnsanlar yaşanganda ularning mehr muhabbetini qirib qolganda kuyumchanlik o'tirib keldi. Kuyumchanlik yani ayoliga kuyunidi, ayoli eriga kuyunidi. Burunki yaxshi bir-biriga qilgan yaxshi xizmatlarini aslashidi, bir-birini asraydi. Shuning bilan hayot davom qildi. Endi men bugun to'y qilgan 2 yoshga 4 narsani tavsiya qilmoqchi. Bu 4 narsa oilaning baxtli bo'lishining garantisi. Xuddi mashina 4 chaqi bilan mangandek, mushu 4 narsa bo'lganda aile baxt-saodat ve huzur içinde davamlaşıdı. Birincisi takvalık. Takvalık degan Allah Taala'dan korkuş ve her bir işini, din ve dünyalık her qanday işini Allah Taala meni ko'rib turdiğu degan tuyg'u bilan qilish ve özünün mas'uliyetini ado qilish. Takvalık yani dünya ve ahiretlik yüzüge ziyan zahmet elip keldiğin işlerden saklanış deganlik. Ayol her biri özünün mas'uliyetini ado qilsa, özünün erligini ado qilsa, ayol özünün ayolligini ado qilsa, hech qanday problem bo'lmaydi. Problem nerede bo'ldi? Özünün ayolligini ado qilmasa, özünün erligini ado qilmasa, shu chog'da problem bo'ldi. Men bu to'g'rida İslamdagi aile tuzumi degan kitobimda buni aniq bayon qilganlik. Buningda erning huquqi, qilishga tegishli ishlari, mas'uliyati, ayolning huquqi ve ayolning qilishga tegishli ishlari hammasi bayon qilgan. Her biri o'zining qilishga tegishliklarini joyida qilsa, mana bu takvalık deyildi. Mesuliyetçilik yani takvalıkның yüzü. İkincisi sevgi muhabbet. Sevgi muhabbet bo'lmasa, ailede huzur ve hoşallık bo'lmaydi. Aile gülge o'xshaydi. Güllerge biz su quyib turganda gül yashirib turdi. Eğer su quymasak gül qurib qoldi. Ailedimi mehr muhabbetni his qildirish ve ifodalash bilan aile ro'naq topdi ve huzur halovat bilan davom qildi. İfodalash deganimiz yaxshi ko'rdiganligimizni aytish ve bildirish. Biz ajdodlarimizdan tortib o'zimizning mehr muhabbetini söz bilan ifodalayolmay kelgan bir xalq. Şunu bizde seni yaxshi ko'rman, sizni yaxshi ko'rman, sizni sevindim degan gaplarni ancha deyilmaydi. Bu gapni deyish kerak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabenin ben o kişini yaxshi ko'rman
deganligini anglab, sen onu bildirib qo'ydingmi dedi. Yo'q degan aqsini berib bildirib qo'y dedi. Berib o kishi men Alloh uchun sizni yaxshi ko'rman dedi. O kishimi Alloh uchun men sizni yaxshi ko'rman dedi. Demak buni bildirish kerak. Ikkinchi his qildirish. His qildirish qanday bo'ldi? Kutilmagan yerdan xo'sh qilish. Masalan, ayolining eng yaxshi ko'radigan gulini ayoli kutmagan bir vaqtda akilib taqdim qilish, ko'ngli xo'sh qilib o'tish. Ayol erining eng yaxshi ko'radigan tamoqini kutilmagan vaqtda uni itib qo'yish. Masalan, bu misol, shunga o'xshash ifodalash va his qildirish bilan bo'ladi muhabbat. Atir bir nayt qimmatli atir ulab kelsimi, u atirning og'zini ichib, o atirni chachmasa, u atirdan foydalanib olmaydi, xush purg'ul olmaydi. Shunga muhabbat bor deymiz, shu muhabbatni ifodalash kerak. Chiniga choyni quyamiz, shakarni solamiz. Agar shakarni qo'shilmasak, u choy tatli bo'lmaydi. Xuddi bizda muhabbat bor deymiz. Shu muhabbatni amaliyotga chiqarib, shuni ko'rsatmasak, u muhabbatni tetig'ilib bo'lmaydi. Shunga muhabbatni ifodalash va his qildirish kerak oilada. Hatto bolalarimizning, qizlarimizning chechini silab qo'yish, suyab qo'yish deganga o'xshash, mushular eng qimmatli muhabbat. Dunyoda biz bolalarimizga, qizlarimizga eng lüks, eng qimmat mashinani olib bergandan, eng katta villalarni olib bergandan, ularning bo'yinlarini oltin bilan to'ldirib atgandan, ularning chechini silab qo'yganimiz, peshonasiga suyab qo'yganimiz hammadan bak huzur, xo'shallik beradigan bir baxt mushu. Saodat mushuningda. Uningdan üçüncüsü qanoat. Şükür qanoat bo'lmasa inson baxtli bo'lolmaydi. Elon Muskdek yoki Bill Gatesdek katta boyolab kelsimi, yoki dunyocha shuhratlik mashhur kishi bo'lib kelsimi, agar uning shukr qanoat bo'lmasa, u baxtli bo'lolmaydi. Şuna qanoat qilish kerak. Masalan, ayol erning shu tafovutiga qanoat qilish kerak. Shu ayolninki aşı chiroyiga, aşı xarakteriga qanoat qilish kerak. Shukr qilish kerak. Alloh taolo Qur'on Karimda la in shakartum la azidannakum. Agar shukr qilsanglar, men teximiz ziyoda qilib beraman deydi. Ya'ni biz shukr qanoat bo'lsa bizda Alloh taolo teximiz ziyodasini beradi. Agar shukr qilmasang, bütün dunyoning boyligiga ega bo'lsangmi, senda huzur halovat bo'lmaydi. Shukr qanoat bilan putuga kiyili oyog'i yo'q, yalang oyoq yuradigan odammi xushal bo'la oladi. Agar shukr qanoat bo'lmasa, puti yerga tegmaydigan shundoq shu katta odamlarmi huzur halovat topolmaydi. Shunga oilani baxtli qiladigan uchinchi narsa shukr qanoat. To'rtinchisi sabr. Bu sabr Qur'on Karimda Alloh taolo innama yuvaffas sabiruna ajrahum bighayri hisob deydi. Sabr qiluvchilarningki mukofotini Alloh hisobsiz beradi deydi. Hisobsiz yani. Bu sabr qilish bu yerda bir balo qazoga uchirganda sabr qilish yoki og'rib qolsang sabr qilish, iqtisodiy ziyon tortsang sabr qilish deganga o'xshash, bunda oddiy sabr qilish emas. Bularmi sabr? Ammo sabr kuching yetadigan turib intiqom olishdan voz kechish, o'zingni tutib olish, qarshi tarafning naloyiq muomalasiga to'g'ri shaklda muomala qilib o'zingni tutib olish, mushu sabr. Ya'ni o'zini tutib olish, o'zini kontrol qilish, to'g'risini qilish, to'g'ri so'zni qilish va to'g'ri ishni qilish. Chunki oilada bu ikki kishi, qiz o'g'il bir uyda cho'ng bo'lmagan, hatto bir muhitda tarbiyalanmagan, hatto bir tilda so'zlashmaydigan
Ayna kişilerimi aile kurdu mesela. İki milletin aile kurdu. Bugünkü toydaki okşaş. Bularning bir-birinin karakterini bilmeydi. Toy qilishdan burun o'g'ilmi o'zininki yaxshi taraflarini ko'rsatdi qizga. Qizmi o'zining yaxshi taraflarini ko'rsatdi. U o'zini qarshi taraf har birining qarshi tarafni yaxshi deb o'ylaydi. O'ziga o'xshash deb o'ylaydi. Lekin to'ydan keyin anda chiqmaydi. Anda chiqmaydi. Chunki har bir odamning xarakteri o'xshamaydi. Her bir adam bir dünya, her bir adam bir möcüze, okşaş olmayan karakter buldu. Mesela biz birini söysek, mesela cürümüzü yaxşı görsek, onun yaxşı taraflarını mı ve yaman karakterini mi söyüşke doğru keldi. Yani yaxşı taraflarını söyüp, yaman taraflarını mı kubul kılışka doğru keldi. Biz onu özgertirirsek özgertemeyimiz. Çünkü ata-anası ve mektep özgertemegen karakterini siz hezgir özgertemeysiz. Ondaqda qanday qilish kerak? Uni qabul qilish kerak. Buning xarakteri mushunda, men buningga mushunda muomala qilish, ya'ni shuningga loyiq muomala qilishimiz kerak deb o'zimizni shunga udullaymiz. Fudayl ibn Iyaz bilan Shurayhil Qozi ikkisi do'st endi. Shurayhil Qozi olim, Fudayl ibn Iyaz meşhur abid, ikkilisine ait yaxshi kişiler. Ular 20 yıl ayrılıp gidiyordu. 20 yıldan keyin kuruşidu. Kurashgandan keyin bu Fuzayl ibn Iyaz Shurayhil Qozining qanday ahvoling, turmushing qanday, oilang qanday, hammani tafsili so'raydi. Degandan men shunday yaxshi, oilam shunday yaxshi, shunday baxtli. Men 20 necha yil bo'ldi to'y qilg'ili. Ayolim bilan bir qachimmi ranjishib boqmadi. Bir qachim meni ranjitib boqmadi. Menmi bir qachim ranjib boqmadim, xopolab boqmadim degandan keyin bu Fudayl ibn Iyaz hayron qoldi. Sen nima deyapsan? Ba'zi odamlar 20 yilning yanqisi meningki hayotim do'zaxdek bo'lib ketyapti deydi. Sen bir qachimmi ranjib boqmadim deysan, bunda mumkinmi bunda bo'lish degan mumkin. Qanday bo'ldi degandan keyin bunda bo'ldi. Men to'y qilgan kuni to'y qilib, hammadan to'ydan keyin uyga ketdi. Ayolim bilmay yolg'iz qoldim. Shuning 2 rakat namoz o'qib, Alloh taolaga shukr qilib, namoz o'qib, namoz salom berib, aqam qarasam, ayolimni namoz o'qib o'tibdi. Uni namoz o'qib bo'lgandan keyin endi gap qilay deb qishib kelsam, to'xtab turing. Sizningmi menden başka her qanday bir kimga o'ynishingiz mumkin-de. Meningmi sizdan boshqa birisiga yotliq chiqishim mumkin edi. Lekin Alloh bizni qo'shabdi. Lekin siz meni bilmaysiz, men sizni bilmayman. Nimani yaxshi ko'rasiz, nimani yomon ko'rasiz, uni bilmayman. Shuni bilish uchun menga deb beringki, men sizning yomon ko'radigan ishingizni qilib ranjitib qo'ymayman. Hamisha sizning yaxshi ko'radigan ishingizni qilay degandan keyin Shurayhil Qozi bo'lgandan keyin xat yozishga usto'gandan keyin birdamda 2 vara xat yozib, biri mening yaxshi ko'radigan ishlarim. Ben bunda ishni yaxshi ko'raman. Bunda tamoqni yaxshi ko'raman. Bunda narsalarni yaxshi ko'raman. Ma'mani yomon ko'raman. Bunda yomon ko'raman deb hammani deb birganda, deb birib shunga yana deyotgan ayolga. Siz mendan ko'rgan qanday bir yaxshilikni, mendan ko'rgan yaxshi tarafimni, yaxshi xarakterimni, obdan tarafimni ailemizdekilerden kimga desangiz deyvering. Ammo mendan ko'rgan yomonlikni, mening yomon xarakterimni, eski taraflarimni, yetersiz taraflarimni hech kimga demam. Menmi sizga shunday qilaman deydi. Shunda kelishib oldik deydi. Shunda kelishib olgandan keyin biz hozirgacha shunday yaxshi o'tib ketyapmiz deydi. Yani yuqorida berilgan 4 prinsip ailenin baxtlik bo'lib oxirigacha davomlashishining garantisi. Mushu 4 prinsipga, yani taqvolik qilib, sevgi muhabbatlik bo'lib, shukr qanoatlik bo'lib, sabrchan bo'lib, mushu 4 prinsipga amal qilgan oilaninki baxtlik bo'lolmasligi mumkin emas. Mushu 4ni qilmay baxtlik bo'ladigan oila yo'q desak bo'ldi. Agar xushallik desak, vaqtlik bo'ldi o xushallik, lekin baxt, huzur yo'q ichida. Alloh taolo hammamizni
yaxshi ishlarga hidoyat qilsin. Bugun to'y qilgan 2 yoshning oilasini baxtli qilsin. Ularga Alloh taologa bog'langan o'zining vatan